أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أهل عقدة من لساني يفقه قولي أمين. Bugünkü dersimizni en ahırkı dersimiz Sure Tövbe'den. İnşallah bugün Sure'ni tügütümüz. Biz 17. ayetten başlap devam kılımız. Hemmemizge ma'lum ilgirki ayetlerde Allah subhanahu ve taala Tabuk gazetinden ibaret farz ayin gazatga çıkmagan ve çıkkandan keyin bazı hatalıklarını sadır kılgan ve çıkmaslık bilen birge özlerlerini bayan kılgan. Bayan qilishga tirishgan mushu tarixiy jarayonlarni Allah bayan qilish bilan birga haqiqiy mu'min muvahhidlarning dunyo va oxiratlik taqdirini bizning ko'z oldilarimizga sungan edi. Bugungi oyatda ham bir qism jangga chiqolmay qolganlarning o'zlarining maqbul bo'lganligi va jangga chiqqandan keyin ba'zan bir xatoliklarni sodir qilgan insonlarning ham Allah oldidagi o'zlarining maqbul bo'lganligi to'g'risidagi oyatlar devam kılmakta. Allah Teala dedi ki: "Laqad taballahu alen nebi vel muhacirin vel ansar ellezine tebauhu fi sa'atil usrati min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum thumma taba aleyhim innehu bihim raufur rahim." Elbette cezmen Allah Subhanahu ve Teala peygamber ve muhacirlara ve ensarlara ve muhacir ensarlardan ibaret o peygamberge fi saatil usrati en tez minut saatlerde ergeçkellerge Allah tövbe verdi. Bu gazatının Gazvatul Usra deb atılışı del muş ayetten ilingan buluşu mümkün. Bu gazatının bir ismi kıyınçılık gazeti idi. Allah Teala bu yerde en şu kıyınçılık saatlerde peygamberge ergeçken muhacir ensarlarının hatalıklarını Allah keçirme kıldı. Ulağa tövbe kılış fırsatı verdi. Allah tövbe verdi. Min ba'di makade yazigu kulubu fariqin minhum thumma taba aleyhim. Bir vakittin keyin ki yakın boldu ulanın minhum. Uladın boğan bir fariqinin kalbilleri küfürga yoki nifaqqa mayil olgay. Haqdan burilib batılga mayil oluşqa yakın boğan Muşundak bir davalgıştan keyin Allah Teala ulağa tövbe verdi. Thumma taba aleyhim. Allah ulağa tövbe verdi. İnnehu bihim raufur rahim. Hakikaten Allah ulağa nispeten tolumu mihriban, tolumu şefkatlik zattır. Allah Subhanahu ve Teala bu ayette peygamberge tövbe vergeligidin bas kıldık ki hemmimizge ma'lum. Peygamber aleyhissalatu vesselam'nın yanıga bu gazat düşmanları küçlük, seferleri uzak, ıssık bir vakit duch kelgen. Muşunda boğallık için hemmisinin ayakları tirgen idi. Kalbelerde bir xil davalgış boğan idi. Şu jarayonda Rasulullah'nın yanıga özür talep kılıp kelgenlerge Rasulullah özürlerini kabul kılgan idi. Onun için Allah afallahu anke lima adinte lahum degan idi. Senden Allah affu kıldı. Nemish ruxsat bersa ularga deb kayagan idi. Bu yerda Allah Teala hamda umuman Peygamber aleyhissalatu vesselam bunun içinde dahil muhacir ensarlarning bu saat minutlardaki davalgışı ve bu davalgışdan keyin Peygamber aleyhissalatu vesselamga ergeçkenligi onun için Allah Subhanahu ve Teala meyli özürünü kabul kılgan ruhsat bergen Peygamber aleyhissalatu vesselam bolsun. Meyli bu jarayonda kalbi jihatda biraz davalgış his kılgan muhacir ensarlar bolsun. Bularning hammasini Allah Subhanahu ve Teala'nın umumen kılıp aytganda tövbe bergenligidan bisharat berdi ve haber vermekte. Bu umumi ahval. Hamda ve ala thalathati'llezine hullifu. Ve yani şundaqla Allah tövbe berdi bir 3 kişiga ki hullifu ula aqid kaldırılgan idi. Allah Subhanahu ve Teala Kur'ani bir uslup, nazik, latafetli bir uslupda. Ve ular kelib qolgan edi emas, yana tuyanda biz ismini zikr qildigan bu 3 tal sahobiyning kelib qoldi emas, kelib qilindi deb zikr qilishi Allah Subhanahu ve Teala'nın. Alohida ularga bir hurmat ve Kur'ani tavazut latafetining bir delili. Hatta vakti ki tar oldu ularga daqat aleyhimul ardu bima rahubat. Zimin kengirligi bilen turup tar oldu. Bir insan bir vicdani azap qolgan taqdirda ya bir xatolik qilib qolgan taqdirda yer shari adam o'zini o'zi sig'dira olmaydi-ku. Mana shundaq bir buning ruhiy holatidan Allah xabar beryapti. Va daqat aleyhim anfusuhum. Ularning ichki dunyolari tarliq qildi. Ya'ni vijdonlari ularni qistidi deydi. Va daqat aleyhim anfusuhum tar oldu ularning jonlari degani ichki dunyosi, nafsi, vijdoni ularni siqdi. Va zannu alla malja'a minalloh. Ular bildilarki, shuni bildiki, malja'a minalloh illa ilay. Allah Subhanahu ve Teala'dan panalanish yo'q illa ilay.
Fakat ve fakat onun kılan panalanışının bağ ekanligini tushunib yetdi. Summa taba alayhim andan keyin Alloh ularga tövbe berdi. Liyatubu ular tövbe qilgaylarlar. Ular tövbe qilib Alloh qaytish uchun Allohmi ularga tövbe qilish fursatini berdi. Tavba degani tövbe qilish fursatini berdi. Haqiqatan Alloh subhanahu va taolo alametbek tövbeni qabul qilg'izidir. Alametbek mehribandır. Allah subhanahu ve taala yukarıda ilgirki ayette muhacir ensarlar, peygamberler bularning hammasini Allah Taala'nın tövbesini qabul qilganligini, ularga tövbe berganligini, ularning xatolik bu jang jarayonidagi ba'zi bir insoniy sahvalliklerini Allah Taala kechirim qilganligini umuman e'lon qilgandan keyin alohida 3 kishini tilg'ilayotdi Allah Taala. Kim o 3 kishi deganda Ka'b ibn Malik, Mirarat ibn Rabi'a, Hilal ibn Umayya qatorliq 3 sahabe. Bu sahabenin qissalarını biz Ka'b ibn Malik'nin özünden anlayımız Sahih Bukhari ve başka sahih kitaplarda mevcut. Ka'b ibn Malik el-Ansari. Bu kişi Medine'de özü yüzlük şundakla Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye bağlandığı için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sayesideki ne galabası bilaba siyasi harekette, ictimai hareketlerde, ibadet hareketlerde, cihadi meydanlarının özünde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bilen kol kolga mürgü turgan meşhur dindar dini cihette, şicaat cihette, edep, ahlak ve her bir cihette, iktisadi cihette mi yetilgen sahabalardan biri. Şunun bilan birge bu kişi özü şair, yazuvchilikni biladigan, aqlliq bir sahabe. Sahabe öz deydi ki Tebuk gazeti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tarafından e'lon qilindi. E'lon qilingandan keyin mening qulog'imga bu yetdi de bu vaqtda qandaqdir bilmadim. Özümning her bir jihatda yetishadigan bir iqtisodiy ahvoli, özümning ma'naviy ahvoli meni bir o'jbi qildirib herhalde xatolikni sodir qildigan bo'lsa kerak. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu g'azotga tayyorlik qilinglar deb e'lon qilgandan keyin men ishimda dedim ki mening har narsam tayyorlik qilmasam mana bo'ladi. Elbette bular mağan çağırlar men qo'shilib olsam her narsam tayyor. Tugillerimde, qo'tallarımda tugi turibdi. Yanjiqlarimda az to'la o'zimning iqtisodiy mallari turibdi. Buni da masala yo'q dedim deydi. Keyin sahabalar ha deb bu tayyorlik qilishga chiqib ketdi. Bir qancha kundan keyin qarsam bular menibdi. Mangdiganlik xabari ham menga keldi. Bu vaqtda dedim ki mening tugam qandaqlanmasin bu yerdagi muhacir ansarlarning tugillari qaraganda yaramroq bir tugam bor. Yaxshi bo'lganligi uchun men bularga yetishib olaman dedim. Bu mu meninki özümninki iqtisodiy ahvolimning yaxshiligiga nisbatan shaytonning bir meni ozdirishi, o'jbi qildirishi bo'lgan bo'lsa kerak. Bir qaradimki, keyin qarsam sahabalarning mang'alligini, yo'lga chiqqanlik xabarlarini anladim. Medinening ko'chalariga qarsam, ularning munofiqlik tizimligi oshkora bo'lgan 80 necha ismni tarkib topgan, sonni tarkib topgan. Ya munofiq, ya fosiq, ya ojiz, ya yetim, ya miskin. Mushning o'xshagan mushunaq bir odamlardan boshqa hech kimni Madinada topolmadim. Ammo qandaqdir bir vijdoniy azob meni qiynamoqda edi. Vadaqat alayhim anfusuhum degandagi oyat shu ayni. Qandaq bo'lmasin bu olam kengirligi bilan birga menga targ'ib kelayotgan edi. Vijdonimning so'rqi meni haqiqatan qistamoqda edi. Keyin mush holatda uyaga menib ular bilanmi billa yetishmaydiganligimni his qildim. Madinada qilib qolgan munofiqlarga qaragancha texmbek azaplanatdim. Xuddi osmon ustimga yiqilgandek tuyulatdi. Ishimda dedim ki, "Tova, sen hech qanday bir g'azotdan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan qolib qolmagan tursan, Rasululloh bilan har yerda qadam-qadam, mo'ri mushundaq turgan bir sahabe eding. Ka'b ibn Malik degan bir isming bor edi. O'zingmi diniy jihatda har bir jihatda atrofingda mashhur to'g'risi e'tibor tutsa bir insonding. Bu qanday oldi hamda deb azaplanadi. Ammo Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ның ve sahabalarının kelişini 4 gözüm bilen kütettim. Derken sahabalar Tebuk gazetinden qaytib geldi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ның adetidek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam her qandaq bir seferden kelse, cihatdan kelse, mescid kirib 2 rekat namaz o'qaydi. Ve men mu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ның kelişini kütken bo'g'achqa Rasulullah'ның kelganlik xabarini anglab, mescidning oldiga bordim ve Rasulullah'ның adeti boyunca 2 rekat namaz o'qishini saqlab turdim ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ның yüzüge bir qaragan bo'lsam, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ның yüzü qarab, menga bo'lgan ko'zlaridagi ma'noni o'zim bir uqqan bo'lsam dedim. Ammo u yerda yolg'iz mellam emas, ilgari degandek 80 necha sahoba, 80 necha inson Madinadagi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ni kutib turibdi ve Rasulullah namazını tugitib chiqqandan keyin bularning hammasi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ga
o'xshash bo'lmagan özürlerini bayon qilishdi. U özürlerinki ko'pinchilari zodi yolg'on bir özür. Payg'ambar alayhisolatu vasallam ularga nisbatan hech qisi yo'q, masala yo'q, qaytib ketinglar. Men Allah subhanahu wa ta'aladan sizlarga mag'firat talab qilaman, sizlarni ishini qilinglar degandan boshqa bir narsa demaydi. Dal navbat menga keldi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning qishig'i bordim. Rasululloh bilan ko'zimiz uchrashdida Payg'ambar alayhisolatu vasallam menga qarab boshqalar qilgan muomalani qilmadi. Va dediki: "Ey Ka'b, sen nima ish kelmading? Seni nima to'sdi? Sening bunday qilishing loyiq emas-ku" dedi. Men dedimki: "Ya Rasululloh, ilgari sana yolg'ondan o'zir talab qilgan, o'zir bayon qilgan insonlarga o'xshash 10 dona, 100 qadar o'zirlarni bayon qila olishim mumkin. Mening gapdan ekanligimni, shoir ekanligimni o'zing bilasan. Lekin men unda qilmayman. Chunki men bir mu'min, muahhid. Alloh taolo mening har bir ishimni ko'rdiganligiga ishondigan, so'z va harakatimni Alloh taolo kuzatib turganligimni iymon etgan bir odam bo'lganligim uchun men sana rostini deymanki, mening hech qanday bir o'zirim bo'lmagan edi. Mening hech qanday bir o'zirim bo'lmagan edi. Faqat shundaqlik qilib qoldim ya Rasululloh dedim. Payg'ambar alayhisolatu vasallam menga qarab dediki: "Ey Ka'b, sen uyanga qaytgin. Sen to'g'risida men hech qanday bir narsa demayman. Alloh subhanahu va taolo sana bir chiqish yo'li bergicha, Alloh taolo sana bir amr farmon bergicha sen uyanga qaytgin" dedi. Va shundaqla bir qancha kundan keyin Payg'ambar alayhisolatu vasallam menga xabar yetkazibdi. Ka'bga hech qanday salom qilmanglar, ummu salom qilmasin. Uningga salom bermanglar, uningdan chek olinglar degan xabarni angladim. U vaqtda ham dunyodagi tog'larning hammasi mening ustimga o'rilgandek his qilishga boshladim. Qarasam, bu musulmonlarga salom qilmaslik, musulmonlarning chek olish embargosi mengalam emas, yana men bilan birga ikki qarindishimning borligini bildim. Ular bo'lsa-mu do'stim Hilal ibn Umayya va Rabi' ibn Mirara qatorliq insonlar, Mirara ibn Rabi'a qatorliq ikki kishi ekan. Yana bir mezgil o'tgandan keyin har holda 20 kundan 30 kundan ortiq kunlar o'tdi. Men Payg'ambar alayhisolatu vasallamning menga nisbatan yana bir embargoning o'ttira chiqqanligini to'ydimki, u bo'lsa-mu mening ayolimgami, mening yaqinlashmasligim, ayolimmi meni rad qilishidan iborat bu sinoqmi menga berilganligini tutdim va menga bu xabar berildi. Menga nisbatan ayolimga salom qilmaydi, menmi ayolimga salom qilsammi menga rad qaytmaydi. Bu asnoda mening bir navra bir qarindishim bor edi, Abu Qatada ismli. Uning yeniga bordim. Basam umma salom qilmadi. Men dedimki: "Ey Abu Qatada, mening kim ekanligimni sen bilasan. Men bir yaxshi odam edim-ku. Budoqatim mushnaq bir xatolik qilganligim uchun mushishlar qilib ketish bormi?" dedim. Abu Qatada dediki: "Faqat salom bermay, sening yaxshi yoki yomonligingni Alloh va rasuluhu a'lam. Alloh va Allohning rasuli yaxshi biladi" dedi. Boshqa hech qanday bir ikkinchi bir og'iz gapmi qilmadi. Bu shunday qilib 40 kun jarayon etdi. 40 kunda har kunda namozga boratdim, qaytatdim. Menga ne salom qilgan, men salom qilsam ne menga salomni ilk olgan kishilar uchrashmaydi. Lekin namozda Payg'ambar alayhisolatu vasallamning ko'zlariga qaraydi. Menga bir kashki qarab qolsa ekan deydim, ammo Payg'ambar alayhisolatu vasallam menga qaraydi, lekin men qarshimlam ko'zlarini boshqa yoqqa elib qochadi. Bu shunday holatda 40 kun bilan 50 kunning orasida bir kun o'tgandan keyin bir nido: "Ey Ka'b, sizlarning tavbanglar qabul bo'pti. Alloh subhanahu va taolo tarafidan oyat nozil bo'pti" degan bir xabarni anglab, shu zaman Payg'ambar alayhisolatu vasallamning qishig'iga yugurib bordim. Bu jarayonda men faqat namoz o'qish bilan, sajda qilish bilan, yig'zor bilan o'tdim. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning yeniga kelgan asnoda Payg'ambar alayhisolatu vasallamning yuzlari alohida nur chachqan, quyosh xuddi Payg'ambar alayhisolatu vasallamning yuzlarida tuqqandek his qildim. Payg'ambar alayhisolatu vasallam menga quchoq ochdi va dediki: "Ey Ka'b, Alloh seni muborak qilsin. Sana buni oyatlar nozil bo'ldi" degan. Mushu va ala thalathatil khulifu hatta idza daqat alayhim al-ardu bima rahabat wa daqat alayhim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilay thumma taba alayhim liyatubu innallaha huvat-tawwabur rahim degan oyatni menga tilovat qildi. Men Payg'ambar alayhisolatu vasallam xushalligimdan dedimki: "Ya Rasululloh, men bu qadar jafo tortdim. Menga keng zimin tarliq qildi. Kashki o'lsam ekanman bundan burun degan xiyollarga keldim. Uning uchun men moldimmi har narsadan kechdim. Chunki kechishimga loyiq edi mening bu ishim. Shuni sana deymanki, men mollarimning hammasini mush qilgan xatoligimni yuvish uchun Alloh subhanahu va taoloning meni o'z huzuridan paklab oyat nozil qilganligi uchun mollarimning hammasini Alloh yo'lida sadaqa qilsam dedim. Payg'ambar alayhisolatu vasallam: "Yo'q, hammani emas, bir qismlarini o'zingning ballariga olib qo'y,
qağalarını sadaq qilsang bo'ladi dedi. Undaqda men dedim, Fatik deydigan bir yeri bor ekan shu Madinaning. Shu yerdagi bir xormaliq bog'larim man qolsin, qolganlarning hammasini Alloh yo'lida sadaq qildim dedim. Alloh subhanahu va taolo mush orqali meni 7 qat osmonning ustidan bu xatoligimdan poklagan bo'ldi. Va payg'ambar alayhisolatu vasallam yana tuvandagi oyatlarni o'qishga boshladi dedi. Demak, oyatning asbobun nuzuli shundan iboratdir. Mana bu 3 kishi Ka'b ibn Malik al-Ansari, Hilal ibn Umayya, Mirarat ibn Rabi'a qatorliq mush 3 kishining barasida nazil bo'lgan oyat ekanligi hammamizga ma'lum bo'ldi. Ya ayyuhallazina amanu taqulloha va kunu ma'as-sodiqin. Ey mu'minlar, Alloh subhanahu va taolo deydiki bu oyatning oxiridan, ey mu'minlar, ey iymonni da'vo qilgan insonlar, Alloh subhanahu va taologa taqvo qilinglar. Alloh subhanahu va taoloning oldidagi mas'uliyatini ado qilinglar va kunu ma'as-sodiqin. Sizlar samimiy insonlar bilan bo'linglar. Alloh subhanahu va taolo yuqoridagi oyatdan keyin mundaq bir oyatni nazil qilishi va bu oyatning yuqoridagi oyatdek bir oyatdan keyin tizilishi albatta tasodifiy emas. İnsonni qutqizadigan narsa, insonni garchi oldida ochiq bo'lsa-mu, keyin uni g'alaba qildiradigan narsa, nijotlikka erishtiradigan narsa samimiy sadoqat edi. Uning uchun Ka'b ibn Malik va uningdan boshqa 3 sahoba qatorliq bu sahobalar o'zlarining o'zrilarini, xatoliklarini samimiylik bilan bayon qilgachqa, samimiy bo'lgachqa Alloh subhanahu va taoloning mag'firatiga, rahmatiga erishgan edi. Unda bo'lganligi uchun sizlarmi har qachon nim bo'lishdan qat'iy nazar Allah subhanahu wa ta'ala'nın aldaki mas'uliyetini ado qilish orqali samimiy bo'linglar deganni to'moqchi edi. Oyat yana davomli shudiki: "Ma kana li ahli al-Madinah wa man hawlahum min al-a'rab an yatakhallafu an Rasulillah wa la yarghabu bi anfusihim an nafsihi, zalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wa la nasabun wa la mahmasatun fi sabilillah." Madina ahliga nisbatan va ularning atrofidagiga nisbatan, u atrofidagi kimlar edi? Yeziliq taraloqlar edi. Shu loyiq bo'lmadiki, an yatakhallafu. Payg'ambarning Allohning Rasulunun aqısda jangdan qatqalish loyiq olmagan edi. Vala yarghabu bi anfusihim an nafsi va ular o'zlarining nafsini deb u payg'ambarning nafsidan o'zlarining nafsiga qiziqishi ham loyiq olmagan edi. Qiziqmagaylar ular o'zlarining nafsiga, u payg'ambarning nafsidan degini payg'ambarning o'zidan o'zlarining o'zini, ya'ni payg'ambardan o'zlarini ustunroq tutish ularga loyiq bo'lmagan edi. Chunki ular payg'ambarsiz hidoyatga erisholmaydi. Ularga nisbatan ota-onalari kiyimi, kichki, qo'sig'i, yeyish-ichishga mas'ul bo'lgan bo'lsa, payg'ambar bo'lgan bo'lsa, ularning ruhiyatiga, ma'naviyatiga mas'ul edi. Ota-onasi ularni yeyish-ichish bilan ta'minlagan bo'lsa, payg'ambar ularni ruhiyat dunyosi bilan, ruh bilan, vahiy bilan ta'minlaydigan bir zot edi. Unda bo'lganligi uchun insonga nisbatan badandan ruh, ma'naviyat kuchli bo'lg'achqa, ota-onalardan va o'zining nafslaridanmi payg'ambarga qiziqish ularga loyiq edi. Zalika bi annahum ash chunki ular la yusibuhum zama'un. Nima shunday bo'lish lozim? Chunki ular yetmaydi, ularga bir teshnalık va bir mushaqqat va bir xat nima yetmaydi? Ochliq Alloh yo'lida yetmaydi ularga. Va la yatauna mawti'an yaghidul kuffar. Ular bir jilg'iga qadam basmaydi. Anda bir jilg'iki yoki bir faoliyatni qilmaydi, shunday bir faoliyatniki u kuffarni g'azab qildiradigan. Ular o'zlarining yo'lda kuffarlarni g'azab qildiradigan bir jilg'i bo'lmaydi. Allah yo'lda açarchilik kuchramaydi yoki teshnalık, ussizlik kuchramaydi, ig'ir mushaqqat kuchramaydi. Va la yanaluna min aduwwin naylan va dushmandan bo'lgan bir nasibiga, bir yetishga ular yetmaydi. İlla faqat mushlarning hammasi ulardan sodir bo'lgan bo'lsa, yezildi ularga nisbatan shu amallarning sababi bilan amali solih qatoriga yezildi dedi. Alloh subhanahu va taolo bu yerda ular nima uchun o'zlarining nafsini qo'yib turib payg'ambarga ergashdi deganda, payg'ambarga ergashsa, ular Alloh yo'lida qanday qilmoqson, bir ushsizlik yetgan bo'lsin, bir mushaqqat yetgan bo'lsin, ochlik yetgan bo'lsin, parlarni g'azab qildigidek bir harakat qilgan bo'lsin yoki dushmandan bir narsaga yetgan bo'lsin, mushlarning hammasi bo'lgan bo'lsa, ularga nisbatan bir amali solih qatorida qanday qilinadi? Yeziladi u. Innalloha la yudi'u ajral muhsinin. Haqiqatan Alloh subhanahu va taolo muhsinlarning ajrini qat'iy zoya qilmaydi dedi. Mushunda bo'lganligi uchun ular albattaki payg'ambarning oqisidan qilib qilish ularga loyiq emasdi. Nimishqa ularning bosgan qadamlari, tatgan jafo mushaqqatlari, bir jilg'ilarni bosgan qadamlarining hammasi bularga nisbatan buyuk bir katta mukofot sifatida, amali solih sifatida yezilgan bo'ladi. Unda bo'lganligi uchun bularga loyiq emasdi bu. Va la yunfiquna
nefaqatan sagiratan ve la kebiratan ve la yaqta'un vadiyan illa kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Ula Allah yolda çoğ bolsun ya küçük bolsun bir narsani nefq qilmaydi ve bir jilg'ilani kezmaydi. Kezibli qolgan bolsa Allah ularning hammasi yazatdi, ularga kutiba lahum yezilatdi. Liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Nimishqa yezilatdi bu deganda ularga Allah subhanahu va taolo ular amal qilgan narsaning eng go'zalligini mukofotlash uchun. Liyajziyahumullahu ahsana ma kanu. Mukofotligay ularni Allah bir narsaning eng go'zalligiki kanu ya'malun, ular uni bo'lgan edi amal qildigan. Shunda bo'lganligi uchun ular albattaki bu ajrni erish jarayonida payg'ambar bilan birga menish loyiq edi. Undan aqs chiqib qilish ularga nisbatan yarashmaydi. Va ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Mu'minlarga nisbatan loyiq olmadi. Qanday qilishi liyanfiru kafatan umuman qilib aytganda hammasi pushoq cho'ng pishiqton jutlarini tashlab hammasi jang maydonlarida jang otlarini surib jang maydonlariga berish loyiq emas. Falawla nafara nima jihatdan nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa. Har bir firqadan ulardan bir taifa kurashga chiqmadi. Liyatafaqahu fid-din. Nima uchun loyiq olmadi? Mu'minlarning hammasi atchab turib jangga chiqish desa, liyatafaqahu fid-din. Dinda tafakkur qilib, dinda tafaqquh, dindan insoniyat dunyosiga bo'lgan foydali qonunlarni siyaset şer'ilerini ügüneligidek bir adamlarning chiqish uchun vel yundiru qavmahum valbuki ular o'zlarining xalqini agalandig'ay idza raja'u ilayhim har qachoniki ular o'zlarining qavmiga qanday qilsa qaytsa la'allahum yahdharun umidki ular yahzarun degini ularga kelgusida keldigan bir balay afetning oldini ag'aylar ular hazar qilg'aylar ular. Mana shunday qilish uchun mu'minlarga nisbatan umumiy insonlarning jangga chiqishi loyiq bo'lmadi dedi. Bu yerda Alloh subhanahu va taolo alam jihodiga, ya'ni alamlik bir inqilob, alam bilan bo'lgan bir kurashga qanday teşvik qilgan bo'lsa, uningdan qalam bilan bo'lgan kurashni armaydiganligi. Bir jamiyat, bir qavm, bir xalqqa nisbatan, bir davlatga nisbatan alamiy jihatning qanday muhim bo'lsa, qalamiy jihatning shunday muhim ekanligini Alloh subhanahu va taolo turatib bu ikkisini armaydiganligini. Albatta biraz akıl tefekkürlerini oylaganda tehi bazı vaqtlarning o'zida hamma chog'da emas, bazı zamanda, bazı makonlarga nisbatan qalamiy kurashning alamiy kurashdan afzal ekanligini dedi Qur'on. Chunki alamiy kurashni qilganlarning o'zi de qalamiy kurash qildigan bir ma'naviy, qalamiy kurashlar bilan shug'ullanadigan bir muallim, islomiy, imoniy, ma'naviy bir tarbiya bo'lmasa, qo'li qural olgan odamlarning hammasi mujohid emas, ma'naviyati bo'lmagan, ilmiy madaniyati bo'lmagan, ilmiy tafaqquh bo'lmagan mujohidlarning vaqt kelgan vaqtning o'zida qaroqchiga aylanganligini, bulanchiga aylanib ketganligini Qur'on asos ta'kidlaydi va tajribalardan shu o'tdiki, ko'rganimizmi shu bo'ldi. Uning uchun imoniy, islomiy, ilmiy, madaniy tayyorlikdan xoli bo'lgan qo'li qural chiqqanlarning o'zi oxirgi kelgan chaqda ilmsiz bo'lganligi uchun, jahil bo'lganligi uchun oxirgi kelgan vaqtning o'zida bulanchining qaroqchidan bir farqi yo'q holat ekanligini tajribalarimizdan ham ko'rdik. Dal Alloh subhanahu va taolo mana bunday bir fojianing oldini olish uchun albattaki davlatni qutqizish, davlatni taraqqiy qildirish, islomiy musulmon bir jamiyatini qo'g'dash va uni taraqqiy qildirish maqsadida bir uchun insonlarning alam ko'rishi bilan shug'ullansa yaxshi bo'ldiganligi. Yana bir qism insonlarning ularning alam ko'rishi ketilmay qalam ko'rishi bilan, ya'ni ilmiy ma'rif bilan shug'ullanishning muhim ekanligini Alloh subhanahu va taolo bu oyatda uqtirmoqda. Ya ayyuhallazina amanu qatilul-ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilza wa'lamu anna Alloha ma'al muttaqin. İlgirkidek bir oyatdan keyin bundaq bir oyatning kelishimi yuqoridagi qilgan shariatimizning o'ziga sharhidir. Ey mu'minlar, ey iymon davosini qilganlar, kuffarlardan sizlarga eng yaqin bo'lgan, qo'ling yetadiganlarga urush e'lon qilinglar. Chunki nimaning yaqin, nimaning yiroq ekanligini ilm bo'lmasa bo'lmaydi yana. Uning uchun Alloh taolo oyatdan keyin bu oyatni bizga deyishlik sabab shu. Ey mu'minlar, sizlarga kofirlardan eng yaqin bo'lgan, qo'linglar yetadigan, ko'zinglar yetadigan kofirlarga qanday qilinglar, jang e'lon qilinglar. Val yajidu fikum ghilza. Ular sizlarning ichida bir qo'pollikni,
qattiqlikni his qilsin, buyuklikni his qilsin, izzetni ve galibini his qilsin. Unda o'g'illik uchun yaqinlarına urush e'lon qilindi. Shuni payg'ambar alayhisolatu vasallam alam ko'rishini yaqindan qilganidek, qalam ko'rishni ham yaqindan boshlaganligi hammamizga ma'lum. Ma'ndir ashiratakal aqrabin. Va alamu annalloha ma'al muttaqin. Bilinglar, shuni bilinglar ki men Allah muttaqilar bilan billah. Nima uchun ve annalloha ma'al muttaqin keldi deganda, demak bu islomning bir fitrat dini ekanligi, aqlga muvofiq bir din ekanligi, insonlarning fitratiga, aqliga muvofiq bir din ekanligi chiqadi. Siz o'zingizning uyga o't ketgan bo'lsa, u o'zingizning uyning o'tini o'chamasdan qo'shlarnikiga jugurish insonning tabiati, fitrati, aqliga uyg'un emas. U taqvolikqa yetmaydi u. Avval xish ondan darvish. Chunki avval o'zing bo'lsang, ondan boshqalarga yordam qila olaysan. Boshqalarga yordam qilishing uchun sen bo'lishing lozim. Sen yo'qolsang, sen bo'lmasang boshqalarga qanday yordam qila olaysan-ki? Demakchi. Shu bu oyat bizga nurg'un narsalarni so'zlaydi. Bo'lib bizning bugunimizga, realligimizga, siyosiy realligimizga, askariy realligimizga, bizning muhojir realligimizga nisbatan ko'plagan narsani so'zlaydi. Madamki biz muttaqi bo'laman deydiganmiz, dal dushmanning yaqini qaysi, jiriq qaysi, bizga ajallik dushman qaysi, vaqtlik dushman qaysi, muvaqqat dushman qaysi, muhabbat dushman qaysi, bizga eng qotil bo'lgan dushman qaysi? Növbette bunu bilishning imanning delili ekanligi, shundaqla muttaqilikning delili ekanligini Alloh subhanahu va taolo annalloha ma'al muttaqin deyish bilan bizga ishorat qilmoqda. Va idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatuhu hadhihi imana fa ammal ladina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun. Vaqtimmayki bir sura nozil bo'lsa, bir sura, ulardan shundaq bir insonlar borki deydi, ayyukum zadatuhu hadhihi imana. Bu oyat sizlarning qaysingizga iymonni ziyoda qildi deydigan, mana shundaq Qur'on bilan bo'lgan aloqasi nachar, Qur'on bilan bo'lgan aloqasi 0 bo'lgan mana shundaq insonlar uchun mavjud. Bundaq munofiqlar mavjud. Fa ammalladina amanu, amma iymon etganlarga kelsak, amanu fazadatuhum imanan. Iymon etganlarga kelsak, har qanday bir oyat nozil bo'lsa, ularning u oyat iymonini nozil qildi. Va hum yastabshirun. Va halbuki ular o oyatlar bilan tantana qiladi, faxrlanadi. Birsi-birsiga qaranglar, ma oyatda mandaq debdi, ma oyatda mandaq debdi deb xo'sh xabar berishidi bo'la. Demak, Qur'oni Karimning iymon bilan bo'lgan aloqasi, iymonning Qur'oni Karim bilan bo'lgan aloqasi, mu'minning Qur'on bilan bo'lgan aloqasi, Qur'onning mu'min bilan bo'lgan aloqasini uftugan oyatlardan biri bu. Alloh taolo deydiki, ularga nisbatan bir oyat nozil bo'lsa, ular qahqahlar ichilib ketadi deydi. Birsiga xabar berishadi deydi. Yastabshirun, bu oddiy bir jumla emas bu. Birsiga faxrlanib deb ketadi deydi. Birsiga shu oyat bilan iftixorlanadi, sharaf his qiladi deydi. Bugungi kundagi mu'minlarning nimalar sharaf his qildiganligi, mu'min ismolar, nimalar xabar berishib ketdiganligi, nimalar faxrlandiganligi, o'zimizning reallikka qolsak, oyatni bir yonga, o'zimizni bir yonga qo'ysak, hammasi men deb chiqib turadi. Alloh taolo mana mu'minlarning sifatini muhindaq bayon qiladi. Va amallazina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Amma qalbida kasal bor insonlarga kelsak, ularga nisbatan u oyat, Qur'onning oyati ularning nijisligiga, ularning paskinlikni ziyoda qildi dedi. Va nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un va rahmatun lil mu'minin va la yazidu zalimin illa hasara. Biz mu'minlar Qur'ondan shundaq bir oyatni Qur'onni nozil qildik, shifoni nozil qildik, mu'minlarga nisbatan rahmatni nozil qildik. Bu Qur'oni Karim bo'lgan bo'lsa, zolimlarga nisbatan ziyonni, achchiqlikdan boshqa narsani, baxtsizlikdan boshqa narsani olib kelmaydi dedi. Demak, Qur'oni Karim bir yaxshi xayriyatning eng buyuki, rahmat, bir ne'mat. Amma bu ne'matni insonlar yaxshilik qiladigan insonlar mavjud, yomonlik qiladigan insonlar mavjud. Amma mu'minlar buningdan dinni, iymonni, axloqni, barliq insoniy xayriyatlarni o'rganish orqali yaxshilik qiladiganligi. Amma munofiqlarcha buningdan ham suiiste'mol qilish orqali, qo'rqimchilik qilish orqali o'zining nifoqini, munofiqligini, o'zining kufrini, meynatchiligini, o'zining shahvoniyligini, shunga o'xshash har xil narsalarni Qur'on va din Allah orqali sotadiganligini, kuchlantiradiganligini Alloh subhanahu va taolo bu oyatda aytadi. Ya ayyuhan nasu inna va'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya va la yaghurrannakum billahil gharur. Ey insonlar, sizni Alloh bilan aldatiganlar va la yaghurrannakum billahil gharur. Alloh bilan aldatqichilar sizlarni aldab qo'ymasin. Aldamchining hammasi nachar, ammo Alloh bilan, payg'ambar bilan, Qur'on bilan aldiganlar eng nachar. Alloh bilan, Qur'on bilan, payg'ambar bilan, din bilan aldiganlarni
Allah subhanahu ve taala bir yerde münafık dağıtıdır. Evela yeravuna ennehum yuftanuna fi kulli amin marraten ev marrateyni thumma la yatubuna ve lahum yedekkerun. Aya karman dola. Bilmem do. Şunu bilmem diyeceğiz ben ola. Her yılda iki ketim. Her yılda bir ketim ya iki ketim. Fitne kılınıdı. Fitne kılınıdı digini Allah Teala olanın etti beşirlerini açıdı dep. Mukatil. Özden tefsiride. Her bir yılda bir ketim ya iki ketim olanın nifak ve münafıklıklarını, olanın nicis paskinliklerini dünyaya çıkırdı. Muşindatus onun karmaydı. Thumma la yatubun andikin ola tövbe kılmaydı ve la hum yedekkerun. Ola hiç bir onun vazniyetini kabul kılmaydı. Muşinda insanlar bu. Gerçi bu ayet öz vaktideki nazil kılınan bir uçum insanlara nazil kılınan bolsa kıyamet kadar musibetli insanların hemisiga umumdur. Ve idâ ma unzilet suretun nazara ba'duhum ila ba'din hel yarakum min ahadin thumma insarafu sarafallahu qulubahum bi ennahum qawmun la yefqahun. Her kaçanik bir sure nazil kılınan bolsa ulanın belsi şuna qarab qoydu. Hel yarakum min ahadin tehid zanglı qılıp deb qoydu tehid. Sizlarga nisbatan bir ahadidin bo'ldimi? Ko'rdigan bo'ldimi? Ya nima foydasi bo'ldi buningdek degan o'xshagan zangli qildigan gaplarni qildi. Xuddi bugungi kunda Qur'onga keling, oyat keling deb Qur'on o'qib ya Qur'onning tafsirini qilib bersa, uni naqshsizlari qaramaydigan. O'zi musulmon turib. Ba'zileri yag'ilg'atida o'lgan tex. Ba'zileri besh vaqt namoz o'qiydi. Oy, nim dedi ya, hech kim tushunmadi ya buni, deydigan. Ammo daqidun baq so'rullar olib qolgan bo'lsa, usul so'rullar olib qolgan bo'lsa, tutqilolmaydigan. Qur'on o'qilsa yoki Qur'onning tafsiri, tarjimasi qilinsa, beshag'irib qoladigan. Mana bu shunday insonlar mavjud. La qarshi birsiga. Sunnan sarafu sarafallohu qulubahum. Eningdan keyin ular quruqsiz, foydasiz qaytdi. Alloh taolo ularning qalblarini foydasiz qaytirishga Alloh taolo yo'l berdi. Nimişqa bi ennahum qawmun la yafqahun. Çünki ularda fiqhi tefakkuh deydigan bir narsa yo'q. Allohning oyatlarining araq ko'rinishini tefekkür qiladigan, tadabbur qiladigan, o'zining istiqbolini, kelgusini, o'lgandan keyin tirilishini Allohning oldiga berishdan iborat bu ma'lumotlarni tefekkür qilmaydigan mana shunda bir qavmlar edi bu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Ey insanlık, ey beşeriyet dünyası, sizlerge nispeten sizlerin içinizden bir peygamber geldi. Min anfusikum degeni şu, sizlerin üzerinizden bir peygamber geldi. O peygamber azizun aleyhi ma anittum. O peygamber sizlerin muşakkat taşlaydigan işlerge nispeten aziz. Aziz degeni elke özünün izzetini saklaydigan, müminlerge nispeten muşakkat gelse eninden bir horluk his kıladigan, maşakkat his kıladigan mana şunday bir peygamber geldi. O men demey bizdeydigan. Men demey ümmetim deydigan. Ümmetinin muşakkat qilib kirishini qat'iy xolamaydigan. Mellikini ümmetidan iborat bo'lgan biz uchun qurban qila oladigan. Mana shunday bir payg'ambar keldi. Bu yerda Allah subhanahu wa taala insoniyat dunyosiga xitob qilib, ulug' payg'ambarimiz Muhammad alayhissalatu vassalamning bir kimlik ta'rifini bermoqda. Harisun alaykum bil mu'minin. O bo'lgan bo'lsa mu'minlarga nisbatan to'liq haris. Hammamizga ma'lum, payg'ambar alayhissalatu vassalamning kim ekanligini, payg'ambar alayhissalatu vassalamning ummat yo'lida, insoniyat yo'lida qandaq aziyatlarga duch kelganligini o'ylaganimizdan eningdan keyin Alloh taolaning bu xitoblarini albatta biz tushunaymiz. Raufur rahim. O peygamber olduğun bolsa to'liq mehribon, to'liq shafqatlidir. Alloh taolaning Rauf, Rahim degan sifatinin ikki sifatini payg'ambar alayhissalatu vassalamga Alloh muqayyat bo'lgan holatda payg'ambar alayhissalatu vassalamga bu sifatni berdi. Payg'ambar alayhissalatu vassalamni bu sifat bilan sifatlandirdi. Bu mavzuda biz uning uchun Alloh subhanahu va taolo oyati degandek "En-nebiyyu awla bil mu'minina min anfusihim." Payg'ambar mu'minlarga nisbatan ularning o'zlaridan avlaroq ve azvacuhu ummahatuhum. O peygamberinin ayalları ularning analaridir degan oyatning mazmuniga asosan payg'ambar alayhissalatu vassalamga nisbatan bizning qarzimizning ne kadar ustun ekanligi, payg'ambar alayhissalatu vassalamga biz burchimizni ado qilolmaydigan darajada payg'ambar alayhissalatu vassalamning bizga o'tgan emgiki, bizga singdirgan qantari insoniyatga nisbatan bu oyatlarda tilga ilinmoqda. Fa in tavallaw faqul hasbiyallohu la ilaha illahu alayhi tawakkaltu ve huve rabbul arşil azim. Eğer ola mana shunda ey payg'ambar, sizning aziz, haris, rauf, rahim musfatladik sifatlar bilan mavsuf bo'lgan bir holatingiz ularga ta'lim berilgandan keyin ular yuz o'rsa, ular shundan ki hasbiyalloh, mana Alloh yetardan. La ilaha illahu, o Allohdan boshqa iloh yo'q. Alayhi tevekkeltu, o Allohga tevekkül qildim. Ve huve rabbul arşil azim. O Rabbim bo'lgan bo'lsa
asman zaminning lam emas, belki en büyük erşinin Rabbidir. Mana o yeter deb ularga ana shunday javob bering. Alloh subhanahu va taolo sizlar bilan bizni Payg'ambar alayhisolatu vasallamning qadrini qilaligidek, Payg'ambar alayhisolatu vasallamning izzatini, Payg'ambar alayhisolatu vasallamning sharafini, Payg'ambar alayhisolatu vasallamning yuz obro'yini mush oyatlarda degandek qo'g'dashqa va uning yo'lidan menishqa va u bizga miros qilib ketgan Kur'an-ı Kerim ve onun sireti, sahih sünneti, onun söz ve hareketlerden ibaret bu ebedi miraska hakiki sahip çıkalaydıgan insanlardan kılsın. Kıyamet günü Peygamber aleyhissalatü vesselam Ya Rabbi inne kavmi ittehadu hadal Kur'an'ı mehcura. Ey Rabbim, minin bu halkım, minin ümmetim, minin akamda kağalla, minin bu Kur'an-ı Kerimni, hadal Kur'an, bu Kur'an-ı Kerimni metruk koydu. Terk etti, okuşunu terk etti, ügünüşünü terk etti, ügütüşünü terk etti ve özünün hayatlarına bu Kur'an-ı Kerimni tetbiq qilishini terk etti. Kur'an-ı Kerim bilen yaşashni ve yaşatishni terk etti deb şikayet qilmaydigan insonlardan qilsin. Bizni u Peygamber aleyhissalatu vesselam bu kavmim Kur'an'ı terk etti deb barmaqlari bilan ishorat qilib Alloh subhanahu va taologa özünün şikayetini sunadigan, Kur'an'ı mehcur terk edidigan insonlardan uzak qilsin. Alloh subhanahu va taolo sizlar bilan bizni Allah ilgirki ayette فَأَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا فَازَادَتْهُمْ اِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ Ula bir ayet kögünü de, bir ayet ulağa nazıl oğunu da, bir ayetini ügengini de ve ügetkini de, bir ayet bilen yaşığını da başkalarını yaşatışka, ügütüşke, başkalarını onun bilen tenteni kılışka, işaret berişke, onun bilen pəxirleniş, onun bilen debi kılışka layık olan hakiki mümin muvahhidlerden kılsın. Kardeşimiz dersten keyin bir dua kılsıla degende elbette Allah subhanahu ve taala bugünkü de dünyanın hem yerde Allah yolunda hak, hukuk, adalet yolunda özünün kanını, melini, terin tüketken barlık mümin muvahhidlerge Allah subhanahu ve taala özü pana versin, özü yardımcı olsun. Bugün insaniyet dünyası enin için anıravatkan, insaniyet dünyası enin musibetini tutuvatkan, mыңlıgan, tamның asıda kalgan mümin, muvahhid, Müslüman kardeşlerimizni Allah subhanahu ve taala Peygamberler bilen, sıddıklar bilen, şehitler bilen birge kılsın. Benim bazı digim kip kaladı. Elbette ki bugün dünya zilzil sebebi bilen hemimizge ma'lum Türkiye'de bulavatıdı. Yer tevrigen, tamның asıda kalganlar bilen bulavatıdı. Elbette ki Türkiye'de bir hepti boğan bolsa zilzil oğunu bizde bulup en ahırkı 2017 yıldan bu yan zilzile bulmakta. Zilzile yer tevreş ve şundakla binanın asıda kılış emez, tümür tokmaklarının asıda kılış. Vahşilçi ölümün asıda kılış. Kışın kıstaklarının asıda kılış. Ve ulanın avazı, bugünkülerinin avazı dünyaya yetken bolsa, ulanın avazı tümür kepezlerinin ketlan kılışından ibaret. Mana şundak bir zilzilinin asıda kalmakta. Allah subhanahu wa ta'ala insaniyet dünyasını hakkını bilediğen kılsın. İnsaniyet dünyasının anısı boğan ümmetini, ümmetinin yürek yarısı boğan Uygur milletinin avazını hem en şu tümür kepezlerden üstüge çıkışka, başkalarına anlaş ve anlatışka Allah subhanahu wa ta'ala muvaffak kılsın. Nöbette ölüp ketken khayrındaşlarımızın ruhin Allah subhanahu wa ta'ala şad eylesin. Allah subhanahu wa ta'ala kabirlerini nurlandılsın. Allah ta'ala kabirlerini cennet bostallarından bostan kılsın. Allah subhanahu wa ta'ala olanı peygamberler bilen, sıddıklar bilen, rasullar bilen, salihler bilen birge kılsın. Allah subhanahu wa ta'ala pat yakında, en kısa zamanda en şu ümmetinin yürek yarısı boğan Uygur milletiga öz tarafından bir veli, öz tarafından bir nusretçi ata kılgan bolsun. Allah subhanahu wa ta'ala sizler bilen bizni ömürlerimizde inşallah yani şu mezlum halkımız için, bulgangan topraklarımız için kanımızı, canımızı bereleydigan, elimimiz bilen ve kalemimiz bilen inqilabi küreşlerini kılalaydigan, şu meydanlarda can teslim edidigan, şehadet bilen hayatımızı hatim berdigan insanlardan kılsın. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin.